Assalomu alaykum qadrli to'rdoshlar. Arik studiyasi to'g'ri kirganliklarini qarshi olamiz. Biz bugun Uyg'ur ekranchiligidagi tükpkar arbob, milliy san'atimizdagi yorqin siymo Sodiq Hoji aka bilan o'tkazgan suhbatimizni huzuringizga sunamiz. Siz kiygan bu kiyimlarda hech qanday xislat yo'q. Faqat uningga bir otaning farzandlarini beqish jarayonida oqqizgan issiq tarlari singan. Siz farzandlik majburiyatingiz va otalik burchingizni unutib, inson qalbidan chiqqanligingiz uchun bizga aldandingiz. Uyg'ur san'atining kelgusi istiqboliga ko'ngil bo'layotgan har bir qalb egasining bugungi suhbatdan tegishlik naf ola oladiganligiga ishonamiz. Assalomu alaykum Sodiq Hoji aka. Aldi bilan bugungi suhbatimizga qadam tashrif qilganligingizga rahmat aytamiz. Siz suhbatimizni boshlayib o'tamdik. Aldi bilan o'zingiz to'g'riliq bizga so'zlab beramiz. Biz tanışırız. Halk bunu tanıyordu, ben halk tanıyorum. Sorduğunuz tekrar olsun, söyleyip öteyim. Biliş, marifat yolu da kuşaşkan kardeşler. Esselamu Aleyküm. Benim ismim Sadık Settar. Dadam koyuşkan isim olmuş iken. Dadam bana koyuşkan ismi. Ben ismimin ahırıga qanday bir medeni kızıkış yoki diniy itiqodni yandab no yo'qlarni qo'shib olgan emas. Bunda qo'shish bilan ota-onamni xo'rlagan o'zini haqorat qilgan emas. Qirq yil tug'ilib ketganman. Yurtim Qashqar, Konshar, Chumbusdir. Chumbus deganimiz hozirgi poyezd stansiyasi tushgan joy. 42 yil tug'ilgan bo'lib, Yezili maktabda 4 yil o'qidim. Bu chog'larda boshlang'ich maktabda 4 yil o'qidim. Keyin Saman o'rta maktabda 2 yil o'qidim. 1956-yili shu Abdulmurayillik san'at maktabdan şeyga o'zini tarbiyalash uchun borgan ekan, shoirimizni tanlab yumshab ketdi. Yani şu yılı 9. ayda Beijing Usul Institutu'na tarbiyelep verişmeydi. Beijing Usul Institutu'da 6 yıl okudum. Usul Balit Fakültesi'nde. 62. yılı idare kayıt geldim. Şunun biri Şincan Nasıl Mekke'de işlep yaptım. Bu jarayonlarda usul ballağa asas meşgul ders verdim. Usul konsertlara çıktım. Hem yana kino Nağı çıktım, işte oldu. Benimki süptüm amma, hiç kanda siyasi teşkilatı katlaşkan emas. 66. yıllar mevdiyetten kavar başlanıp gitti. Endiki işittirek bölünüp, idaremiz iki yaktılar. Güvendiyenler tutaklı judok. En vakitte bu mevdiyetten kavarını karşılasın ben uçurgan buldum. Çadı ki, sinfi küreş yürgüz ihtiyacı boyunca beni kırancı kovdu. İşte onlar beni oturup söyleyip çıkıp, küreş kılıp, kesbimi toksuk koydu. Amın rejimiga takşırdı. Keçalada goloda otkalap, korolarını süpürüp, dida tonunu kazışta şöyle işte judok. İşte judok sanat faaliyeti müşahada to'xtab qoldi. Ta ki 70 yillarning oxiri 80 yilning 5-yilki bu Sodiq uvol qilingan deb meni piypan qilgan bo'ldi. Shundan qilgandan keyin endi o'z usul kasbimda ishlaman desam, ya'ni men oshxonada g'alliyan lazimat chiqib qo'ydi. Oshxonada g'alliyan bo'lib ishlash juda tövbe. Bu jarayonlardan ben bu kesipke ançı kızıkmıgallıktan sanat hayatımda sanat tatkikat izleniş yani toxtatmadım. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bu tushim emas-da? Yaxshi get. Bu tushing emas. Sinemada uxlab qolganing yo'q. Qani ayting Ajigit. Bugun qaysi kun?
Bugün miladiye 2003 yılı 9. ayının 8. günü. Bah. Heş beştigüçe neçe asır ötüp ketipti. Qanadan jigit. Hazır men yaşagan o davrga qaraganda qandaqroq. Vay, hozir degan yaxshi. Qani o'ltirsizlar. Kelsizlar. O'ltirib so'zlasizlar. Hozir burunqidek bey podsholar yo'q. İnsanlar ilm fanning kuchi bilan oyga chiqdi. Maşallah. Aferin. Ular oyga chiqib nima ish qildi ekan? O'zining yoshlig'i mos keladigan yangi hayotlik manbasini izlaydi. İnsanlarning oshko'z shaxsiyatchiligi, razilligi bu go'zal zamindan palanishga sebep bo'pti-da. Şu maaşımdan turmuş pulu verip tutup kalgandı o pulan ben. Çıkılıp kan pulunu algandıkken bir sırttan körep kiriş evis tuğuldu da. Bir baş bir setilip yani tarkak ecolu'dan Erem'e dökken 87. Ben de Erem'e bağlandıkken meniştin aldı da diyadet ki zerikken ahvaldan Eren görüp kembesmen dep oyladım. Başka amşılar güman kıttık. İdardım hem. Ve bağlandıkken bu Eren'in muhabbeti başka, yurtun muhabbeti başka oluyor bizdikin. Şimdi olan yurt ruhtuktan ağın biraderlerinin sığınışından kayıtıp gelgen buldu. Kayıtıp gelip yana bu senetçi usul kesiminde ama beğenmedi. Sen memuriyet pişip kaldı yani. Memuriyet sene bir adam kirektir. Rasmi gidisem memuriyet mi üstlenmedi. Şimdi onlar yalgandım isparak geldik o jürek arkadaydılar. 88'de ağırlık bilen çıkmış banısı da deniz çıkıyor. 88'de deniz çıkamışsın 20 yıl oldu. Deniz çıkmagandan keyin kinolarga Sizce teatrlarga erkek katnaştım. Ular bir vasiyetini izleydiğim buldu. Özüm şahsi toxtamsızlıkta katnaşıyorum. Çünkü sanat hayatım başlandı. Kısıkça köçettik ağırım şunçlar. Endi qağınıga siz bu körüvatqanlarniki qandaq suallar olsa endi cevap verin. Turmuşda kasbingizdan sirt qanday qiziqish havaslaringiz bor? Başqalar Rossiyaga chiqib pul topdi. Keyin men chiqqandan keyin kinolar, gençler ko'p rol verdi. Bunun qiziqni pul topish qiziqmadi. Bazı bizim bolalar deyishsa pul topgan bo'lsang, jiq pul topgan. Rostli jiq pul topgan. Qizimiz san'at qiziqdim. Men shu bir kun debdim, men shu san'at bilan shug'ullan demasdim, men tijorat shug'ullansam bo'ldi desam, aka şu ticaretçilerin halkının konuda sizlikler ornu bağımı diyordu şunu gibi de ben söyleyip yani adıkım çıktı. Azı koçlardan alsam kalkmana salam tazim kılırdı, açık çay açırdı. Şimdi bek kursam dedim. Manevi baylıkta erişken buldum. Şu, ben şu sendetten başına ancak kızım. Ha? Kompüter medeniyeti asasları? Mana. Bu neresi qandaqroq ekan? Bu karamet nesken jigit. Adam hayran kaldırdı ekan. Buningdan nurg'un narsani bilib oldim. Masalan, dunyoning 1000 yildan buyon taraqqiyoti, bir qancha xil millatning tili, zamonaviy turmush buyumlarini ishlatishdan tortib, qatnash qoidalarigacha hammani bilib oldim. Rostli karamet nesken bu. Mushuncha ular narsani birdan bilib oldingizmi? Jigit, bir narsani o'rganishda vaqtning uzun qisqaligi muhim emas, balki ko'ngil qo'yish muhim. Haras, men topshirgan ish qanday bo'ldi? Qo'ying o ishingizni. Heliqi masning qabliqni demayli qo'yay. Heliqi so'rintalat xotinimi tortinlab tilab ketdi texi. Qaytib kelguncha heliqi abjaq velosipedingizmi yo'q? Piyoda qaytib keldim da, shaharni bir aylanib. Voy, nima ko'gilik bu menga? Birovning yomon gapini qilish gunoh. Agar kishilarni anglamadi deb, ularning yomon gapini qilsangiz, ko'z oldingizdagi omaddan qo'rqa qolasiz, yigit.
Ay. Man qarang. Hozir undaq yomon bo'ladi, gunoh bo'ladi degan gaplarga hech kim ishonmaydi. Hozir degan biz madaniyatlik davrda yashayapmiz. Uqdingizmi? Yigit, madaniyat degan hukmni qanchalik tushunasiz? Ha? Madaniyat qandaqdir ilg'orlikningla belgisi emas. Balki muayyan insonlar to'pining o'rtoqlashgan turmush shakli. Sizlarning xotin qizlaringlarning sochlarini paranglardek qizil seriq bo'yab, yerim yalang'och kiyinishlari, restoran qamoqlarda yovvoyi tus olgan ibtidoiy usullarni talvilachi o'ynashinglar qarg'ulachi madaniyat cho'qinishi bo'lmaydi, nima? Ha? Bizning nazarimizda san'at kuchli xoslik ega. Agar uningda bir millatning xosligi aks etmasa, u milliylikka ega bo'lmay qoladi. Unda xusus siz o'zingizning turmush tajribalaringiz, xizmat tajribalaringizga birlashtirib turib, milliylik haqida so'zlab berasiz. Endi hozir jamiyatda, yoshlarimizda, millatimizda ittifoqsizlik mavjud. Jidal mojaro mavjud. Buni qanday ittifoqlashtiramiz, qanday birlik keltiramiz? San'at orqali birlik keltirgan bo'ladi. San'at orqali ittifoqlashtirgan bo'ladi. San'at orqali taslim qilgan bo'ladi. San'atdan kuchliroq qiladi. Ha, yana qayta og'in birodarlarmi obdan bishki naqshni olgandan keyin deb odiq chiqdi. Millat shu qon, shu gin o'zininki yurak so'qishida, yurak so'qish ta'sirida tiniq qilishida, tumur urishida muhim bir udar bo'ldi. Adabiyot san'at degan muzikani arlanmaydi. Muzikalashganda anki adabiyot san'at bo'ldi. Shu muhim bir udar, ritm. Mana bu birinchisi an'anaviy madaniyatniki asosi. Ikkinchisi shu qon gin o'zining xarakteri bo'yicha go'zallikka intilish, yasinish, naqash qilish, o'ylik naqashni avo qilish, o'ziga kiyinish, o'zini qanday bizash, o'zini qanday saqlash jihatda bir intilish bo'ldi, bir rangga, bir naqashga. Bu muhim bo'ldi. Uchinchisi shu millat, shu qon, shu gin xalqining yashayotgan jug'rofiya sharoitiga ta'sir bo'ldi. Shu ta'sirda masalan Hindistonning, Misrlarning kiyinishidan bizim mayar yashayotgan kiyinimiz o'xshamaydi. Arablar beshik salbiyo'gaydi. Kimni mudofaa kerak? Biz turklar belimizni buloq bog'laymiz. O'cha tunglar bo'lmagandan keyin belim mustahkam, belim bal qo'yatma ha degandek. Boshqa millatlar ma Xurumdan oyog'i yo'qlab beshik latib chanjao qildi. Chunki ular o'cha ko'ngan narsa yo'q. Bu bizning xarakterimiz, belimizga buloq bog'lash bizning xarakterimiz. An'anaviy madaniyatimiz. Endi bu muhim o'zgarmaydi. Agar bu alaylik bo'lmasa, bu xoslik, bu naqash bo'lmasa, Bag'dod kechki bir xil gulni ko'rasiz deb zerikib qolmamdi. Dunyoni Xudoy taolo shuni avvat qilayotganda, guzar qilayotganda, alaylik, xoslik shuna bo'z, kam bo'z bo'lmaydigan muhim narsa. Buni gin, qon belgilaydi. Endi zamonaviy taraqqiyotni qabul qilish deganda, zamonaviy taraqqiyot bu vosita. Shu millatimizning madaniyatini avvat qilish uchun, taraqqiy qildirish uchun, xalqqa yetkazish uchun biz zamonaviy texnikdan foydalanamiz. Masalan, biz hozir Urumchi Qashqar berish uchun burunlarda Kalarosida atishakka chiqqan chog'da 2-3 oy chiqdi ekan. Ki mashina paydo bo'ldi, bir hafta bardan bo'ldik. Hozir aeroplan bo'ldi 2 soat, 3 soat boramiz. Hozir 1-2 kun 24 soatni beryapmiz mashinada. Demak, mush vosita zaman taraqqiyot texnikdan foydalanishni zamonaviy taraqqiyot deymiz. Nishon nima? Millatning madina hayotini bayon avvat qilish. Millatning adabiyot san'atga bo'lgan tashlaliqini qondirish. Mana buni zamonaviy taraqqiyot deymiz. Bu ikkisiningki munosabati shundoq bir-biridan uzilmaydi. Endi san'atning tutgan o'rni. San'atning tutgan o'rni degan chog'da dunyodagi har qanday siyosiy guruh, davlat tuzum yoki qanday jug'rofiy alaylikdagi millat olsun,
san'atga ajda tushmay mumkin emas. Tekrar desek. Bir-birinin siyosiy tanışıp qonun tuzib o'xshamaydi. Hatto bir-birini rad qiladi, qarshilashib urushib ketadi. Lekin bir-birini san'atni rad qilmaydi ya. Bir-birini san'atni xush ko'radi. Faqat san'at vasitasi orqali bir bilan aloqa qilisha oladi. Bu san'atga coğrafiy taqdaryo to'sanmaydi. Til cheklanmaydi. Güzel san'atni, yorqinligini. Her qanday siyosiy guruh, millat, davlatniki kelajagi güzel san'at intilish, uni g'oyasi. Siyosiy qurilmasi güzel san'at yetish uchun siyosat qurdi. Demak, bu ma'nodan aytgan chog'da san'at siyosat belgilaydi. Siyosat san'at yetishni orzu qildi. San'atga vasita bo'ldi siyosat. Faqat san'atlar qarama-qarshi dushmanlashgan ittifoqlashtira oladi. Birlik keltira oladi. Toshda qilib erita oladi. Adovatni tugita oladi. Shuning uchun garchi u mening gapim ba'zan siyosatchilarga yoqmasmi, san'at siyosatdan ustun turadi. Siyosat san'at uchun xizmat qilish kerak. San'at shunday cheksiz quvvatga ega narsa. Dedik, Alloh taolo oliy san'atkor. Alloh taolo oliy san'at dedik. Shuning uchun bizning kemiz san'at sohasida to'g'ri tushuncha yo'llash, to'g'ri muomala qilishlik ishlar bor. Endi mening bu gaplarim ba'zanlarning quliga yiqishi, tonishiga sig'ishi, ba'zanlarning quliga yoqmasligi, sig'masligi mumkin. Bu tabiiy. Shunday bayon dedik-ku, insonning tonishi, axloq, ko'z qarashi o'xshash emas. Har odam har qanday imkoniyati bo'lsa, o'z tonishi, o'z axloqini ifodalaydi. Siz hozirgacha qancha filmda rol oldingiz? Bularni men tizimlab, hisoblab qo'ymabman. Aytaverki. Uni ko'rma xalqlarni biladi. Dada, mehmon keldi. Assalomu alaykum, Qosim aka. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bu yoq Gulsaraning savodish ekan. Urumchidan yo'qlab kelibdi. Yo'lda jafo tatqansan, o'g'lim. Bizni saraliq demay, kaygininga rahmat, ha? Jiranglar, baldirim. Uy kirayli. Qani. Qani. Turmushingizda o'zingiz qattiq pushaymon qiladigan, o'kinadigan vaqtlaringizmi bo'lganmi? Bu chog'da bu kulbat yolg'iz men bir shaxsdan emas. Yolg'iz Uyg'ur millatidan emas. Xansu birodarlarning, Xansu millatining beshiga tushgan bu. Boshqalar 10 gap qilsin, ta'tir bikir hukumatga chaqirdi, o'zaro suxanchilik qildi, o'tir majrat edi. Odam bu yo'lni olmas kerak. Bir qarindishimizga bir natija qozonsa, uni qo'shilishimiz kerak. Uni ko'ranmaslik qilmas kerak. Uning o'rki olmaslik kerak. Asatqo odamniki ko'zi vahshi, chiroyi to'ng, so'zi qo'pol bo'ladi. Iskar odamning-chi, aman kayfiyati, ko'tarangi, gulda kulib turadigan, ommaga nayt mehribon keladi. Neçet siznikimin namı yok. Endi memur işkandı ya men şoför emas, ya kasır emas, ya yağaç emas. Kesbi namı mı yok? Bu cetin namı yok misafir mi? İşte kızık işte bu ülke. Kısmet şurada olması gerekendi. Muşuda bozu bu. Biz bir günde okutkan çağda bir Xansu edebiyatı bir şiirini okugan. Bu şiir manda gep var. Fangjinya moyishan. Meyyende xödentan. Biyanlan şeyde şüden çağın diye. Fangjinya moyishan degine tokumcu kızının üstünde kimi yok. Meyyende xödentan degine tuzçunun işinde tuzu yok. Solaydısı. Boru tokoyduğanın biyanlan şey şüden çağın degine boru tokoyduğanın daqiyadatlı asıl saldan silinci yok diyen gap oldu. Axırda sizning keng yosh do'stlar deydigan qandaq yurak so'zlaringiz bor, ulardan kutadigan qandaq umidlaringiz bor? Yoshlar deydiganim o'rin bo'lmanglar, laqo olmanglar. Ish emgak qilmay turib, jafo tortmay turib, hech qanday natijaga erishgan bo'lmaydi.
Rahat çökmanlar. Rahat uxlab ömrünü zayi qilmanglar. O'zinglarning energiyani isrof qilmanglar. İşçan bulunlar. Emgakdan qochmanglar. Yoki dunyoda yashamanglar, o'lib ketinglar. Yashaydi ekansa emgak so'yinglar. Emgak qilmay nijot chiqilmaydi. Birinchi. Ikkinchi san'at xumor bo'linglar. Bu yerda davlat ketdik. Kainat bütün kainat Allah Teala sanatla yaratgan. Sanatning sharti pok bo'lish kerak, nomuschan bo'lish kerak, axloq bo'lish kerak. Endi sanat bo'ladi.